Elpower Jam avtokreditga kelganman. 300 dollarga mashina chiqaradiganlar ko'payib ketibdi. Hozir mutaxassis o'zlaridan batafsil so'rab olamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. 300 dollarga mashina chiqarib berasizlarmi sizlar ham? Yo'q, 300 dollarga chiqara olmaymiz. Nimaga? Sababi 10 minglik mashinaga bank 10 ming pul bermaydi. 10% ichiga kirg'izish kerak. 6 soat shartnoma qilish kerak. Nomer texpasport olish kerak. Atsenka qilish kerak. Ular narxi nechi pul? Sug'urta qilish kerak. 6 soat shartnomaniki 1 million 902 millionga yaqin pul ketadi. Nomer taqishga 4,5 million pul ketadi. 6,5 million pul, 500 dollar pul bo'lyapti. Mana 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3imizga sug'urtasiga 7 million pul ketadi. Taqiqqa qo'yishi bor. Bu ham 1 million 100 masha atrofi. Demak, imkonsiz, to'g'rimi? Imkonsiz bu narsa. Aka, mana sizga ikkinchi savolim. Trading deb ko'p so'rashyapti. Trade in. Bu qanaqa xizmat o'zi? Sizlarda bormi bunaqa xizmat? Ko'pchilik tushunmas ekan shu narsaga. Yaxshi savol berdingiz. Bu narsani o'zi olib chiqamiz deb turdik. Yaxshi savol berdingiz mashina. Tradingning ma'nosi eski mashinasini 96 dan buyog'i olib kelsa, normalniy baholab olib qolamiz va bizlardan tanlagan mashinalarni qilib beramiz. Trading xizmatida. Tushunarli. Olib kelgan mashinasini normalniy summaga olib qolasizlarmi? Yaxshi summaga olib qolamiz. Normalniy summaga olib qolamiz. Tushunarli. Menda keyingi savol, deylik, men videolarda ko'rdim. Ba'zi bir birovlar kelinglar, o'zingizlarning mashinanglarni xohlagan pulingizga olib qolaman. Deylik, meni 2000 dollarlik Matizim bo'lsa, 2,5 dollar desam ham olib qolar ekan. Buni qanaqa izohlaysiz? Siz tushundim. Endi ulardan qanaqa foyda demoqsiz, to'g'rimi? 2,5 ga olib 500 dollar zarariga olib nima foyda ularga? To'ppa-to'g'ri savol berdingiz, yaxshi savol berdingiz. Biz ham shunaqa olib qolsak bo'ladi. 2 minglik mashinani 3 mingga olib qolaymiz. Qanday? Mana tartibini tushuntirib beraman sizga. Mana bu Nexia 3imiz 2000 bilan chiqardi misol uchun, Hop, 3000 bilan chiqardi deymiz. Balansni bu yoqdan to'g'rilaveramiz. Bizlarda unaqa emas. Bizlarda mashinasiz 1000 Matizga berganingizni buni boshqaruvdan bu yoqdan xuddi bu yoqni chiqarib olamiz. Ya qo'yil, yomon ekan. Bizlarda unaqa emas. Bizlarda haqiqatan 2000 bilan chiqardimi, 2000 bilan chiqardi. Mashinasi 2000likmi? Bizdan mashina olmasa, mashinasini sotib olib qolaveramiz. Qadrli Elpower kuzatuvchilari, juda ko'p sirlar ochildi. 5 baho.